İnna lillahi ve inna ilayhi roji'un. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sayyidul ayyom juma boray bo'lsinlar. Xabaringiz bor, doimiy avvaldan kuzatib yurganlar. Nurobodda vaksinamiz bor edi, kafillikka olgandik, bir kafilga bergandik. Har nechalarga 3-4 million pul qilib bergandik. Bandachilik ekan, bugun olamdan o'tdilar. Nuroboddagi masjidga juma namoziga olib chiqiladigan bo'ldi. Hozirgi video qilishdan maqsadim boshqa, buni aytish emas. Onkologiyada ishlayotgan vrachlarga va Qo'mishoq banisadagi vrachlarga men ikkitasiga o'zim guvoh bo'lganim uchun o'tin aytib aytayapman. Bir kun sizlarni ham mashina qilib ishing tagida kuzatib qo'linadi vrachlar, doktorlar bilan, farmatsevtlar bilan hamkorlikda faqat seni dorini sotaman deb pul qilayotgan vrachlar. Mana shu ayolga aptekadan eng zo'r dorilarni bersak, qaytaradi, ko'rasiz dedi, qaytarishdi. Yozganim olib kelmabsan, qilmayman deb. Bu bilan nima demoqchiman? O'lim haq, hisob kitob kuni haq. Siz hozir topitgandirsiz. Siz ertalab ketib, kechqurun ertalab kelib, ishga kechqurun cho'ntagingiz to'lib o'yga ketayotgandirsiz. Allohga qasamki, siz bu yegan pullaringiz bu dunyoda ham qusasiz, u dunyoda ham qusasiz. Ko'zingizni oching. Bu yetimlarning onasi edi. Narigi ham yetimlarning onasi edi. Sizlar nafsingizni ayt deb turibmiz, saxovat qilib beryapti-da, aytsa ham yo'q, menga shuni olib kelasan, keyin qilaman deb ukori qilib korobkasini cho'ntagingizga solib chiqib ketasiz. Mana deb. Ko'zingizni oching. Haddingizni biling. Alloh taolo shunaqangi qo'yib qo'yadi, bir kun ko'tarilganda o'nglanmaysiz. Siz ham 4 ta yashiqqa so'lib, 4 ta to'mindan bir yashiqqa so'lib ko'tarish nasib qilsa qiladi. Bo'lmasa cho'li dashtada o'lib ketishingiz ham mumkin. Tibbiyot xodimlari, ko'zimizni ochaylik. Akmalxon akani men hurmat qilaman. Men Moskvada o'zim 2 marta kutib olib, o'sha onkologiylarni katta seminarlariga olib yurganman, taksiz qilib yurgan paytimda. Yaxshi insonlar. Meni gaplarim imonni farmatsevtlar bilan hamkorlikda ishlaydigan Rujtimizdagi barcha tibbiyot xodimlariga, farmatsevtlarga hammangiz o'lasiz, hammangiz qon qusasiz. Mana shu go'dalarni, mana shu yetimlarning haqqini sizlar yeb yotibsizlar. İminni o'shanaqa odamlar. Peshanamdan otib yorsangiz ham ichimdagini aytdim. Alhamdulillah. Bularni eng yomoni men ayta olmaganim o'sha kunlarda bir marta telefon qilganimiz uchun bularga muomalangizni qo'pol qilgansiz. Shu darajada jirkanch maxluqmisiz? Shu darajada o'lmaslikka kafolatingiz bormi sizni? O'lasiz. Ha, o'lganda ham bola chaqangiz ko'radi. Itda azob chekib o'lishingizni. Salomat bo'ling.